O'qi. Qattiqroq o'qi. T-O-L. Ota. Ha? Ota. Boshqatdan o'qi. T-O-L. Nima bo'ldi? Ota. Ota bo'ldi. Mana uni o'qi. O'qi, hozir aytaman senga. L-O-L. 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 Nima? Ota. Yana ota bo'ldimi? Sabina, menga qara Sabina. Boshqatdan Sabina, men asablarim tugadi. Sabina, boshla. T-O-L. T-O-L. Ota. Endi o'qi. O-T-A. 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 Nima bo'ldi? Ona. Seni bolam, men borku, men doktorlar yashirgan bo'lsa kerak seni. Men tuqqanimda tushib ketgansan sen kallang bilanda. Hozir qara qizim. Bu ota bo'lganda sen endi ona bo'ldimi bu? Qiz mana toldi ota deb. Ey Xudo, sabr ber menga. Kulmam hazillashmayapti. Men kutsam sen yig'laysan qizim. Yo'q, lekin qilig'ingga qarada, Sabijon. Tol bo'ldi deyapsan, ota deysan, otani o'qitsam ona bo'ldi deysan, nima deganga? Kulma. Yetori. Boshqatdan o'qiymiz-ki. Mayli, mana boshqa joyini o'qiymiz. Mana o'qiyapti. A-L-A. Al-la. La. Al-la. La. Kulma dedim senga. Kulma. Ona bo'ldi. Yo'q, bular faqat sen menga g'ashimga tegasan qizim. Qanday al-la bo'lyapti? Qanday ona bo'ladi Sabina? Yo'q. Ona bo'ldi. Kulma Sabi, hazillashmayapman, kulma. Ona bo'ldi. Ona. Yo'q. Ona bo'lgan yo'q. Faqat shu onam o'rgatyapti deb ona deyapsan. Menga sen borib tushib ketgansan, menga doktorlar aytmagan.